kirganda fasadi bagati bo'lib tursin, lekin uyi narxi hamyonbop bo'lsin deganlar uchun men sizlarga Yunusoboddan zo'r narxga zo'r uy topib qo'ydim. Yaxshilab joylashib, Yunusoboddan uy qarab yurgan do'stingizga bitta like bosib, hozir o'zida jo'natib qo'yinglar. Men fasadni qaranglar, oppo atachenti surtirgan. Men patsientliklarni ko'rasizlar, shomga yaqin shunaqa uyi vid qo'shib beradi, gap so'z bo'lishi mumkin. Xo'p, avtomatik darvozalar bu yo'lga bemalol ikkita mashinanglar sig'adi, yo'kida bitta mashinani qo'yib, bu yoq tarafga tapchan uchun joylar ham qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Qo'limizda mana shunaqa mini landshaftli zona, endi buni olib bemalol chiroyli qilib bog' qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu yoqda qozon o'choq uchun joylar, hamma mangal ishlari mana mashitda bo'lyapti. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, qo'limiz uchun ajratilgan sanuzel va bu yoqdan podvalga to'g'ridan-to'g'ri tushib ketadigan joy tashab ketilgan. Uyimizdan yashash maydoniga keladigan bo'lsak, 300 kvadrat, xonalar soni 6 ta, 2.6 sotiga mana shunaqa hashamatli uy solib qo'yishibdi. Akalarimizga bitta like bosib, ana endi uyimizdan ichini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Bu esa bizning uyimizning hol qismi. Qaranglar, kirib kelishinglar bilan sizlar mana shunaqa keng hol kutib oladi. Bu yoqga mexki devorlar bilan oila davrasida o'tirish uchun zo'r joy qilib qo'yishibdi. Bu yoqda kabellar, internetlar tashab ketilgan. Ana endi ko'proq ayollarimiz vaqtini o'tkazadigan oshxonaga olib o'taman. Marhamat, oshxonamizni ham ko'rasizlar. Oshxona jihozlari sizlar orzu qilgandek oppoqqina bo'lgan. Bu yoqda bemalol oila davrasida taomlanish uchun joylar qilingan. Panorama oyna va 3 etajimiz polniy 100% tupli pol bo'lgan. Shaxsan menga mana bu holdagi dekorlar ham yoqdi. Ana endi mehmonxonaga o'zingizlar bitta like qizartirib qo'yasizlar. Marhamat, mana qandillar qaranglar, juda chiroyli bo'lgan. Shaxsan menga yoqdi, tanlangan rang ham va bu yoqdan sirkulyatsiya uchun joy tashab ketilgan. Shuni yoniga keladigan bo'lsak, bizda birinchi etajimiz uchun ajratilgan yotoqxonani ham sirkulyatsiya uchun joylar tashab ketilgan va birinchi etajimiz uchun ajratilgan sanuzel. Ana endi sizlar bilan birgalashib ikkinchi etajimizga yo'l olamiz. Qani ketdik. Bu esa bizning ikkinchi etajimizda qaranglar, okalarimiz zo'r ishini qilishdi. Kichkina joylarni ham keng qiladi. Mana shu mozaika oyna bo'ladi va to'g'ri tanlangan qandil xonani juda ham yana chiroyli ochib beradi. Kelinglar. Ikkinchi etajimizning eng katta xonalaridan biri. Buni xohlasanglar ikkinchi zal o'rnida foydalansanglar bo'ladi. Bu yoqdan balkonda ham chiqib tursanglar bo'ladi. Ikkinchi etajimizda naq 4 ta yotoqxona bor. Yana bitta bolalar yotoqxonasi. Ikkinchi etajimiz uchun ajratilgan umumiy sanuzel, shuni yonida master spalni, ya'ni o'zini ichida garderobnisi va sanuzellargacha tayyor sizni kutyapti. Bu yerda ham mana shunaqa sirkulyatsiya uchun kichkinagina qaranglar, balkoncha ham qilib qo'yilgan. Bundan chiqib, ana kofechani olib, o'tirib ichadigan joy bo'libdi. Ana endi ikkinchi etajimizning eng oxirgi xonasini ko'rib chiqamiz. Bu xonamizning o'zini ichida garderobi bor. E'tibor bersanglar bo'ladi, bir dona kichkina xona va detskiy bo'lyapti. U ham bo'lsa, ko'rsanglar, qolgan hamma xonalar katta qilingan. Podvalga keladigan bo'lsak, podvalimizni olgan odam xolisi sport zal, kino zal qilib o'zini xohish istagiga ko'ra to'g'rilab olsa